Tyson bilan Saturnni atmetga qilamiz agar ikkitaga bitta urushasizlar. Saturn ham Aziz Essetga video murojaat orqali javob qaytardi. Bular 2ga 1 deb xuddi meni ustimga kulganday bo'lyapti-da. Dastavval Aziz Esset Umarov Husanjonga MMA bo'yicha Media Bias Saturn va Tysonga chiqa olasizmi deb savol berdi. Albatta Husanjon bunga rozi bo'ldi. Puldan beramiz kerak bo'lsa, ikkalasiga bitta urushasiz o'zingiz. 2ga 1 solishaveramiz, gap yo'q. Ammo Saturn ham ushbu jangni qo'sh tirnoq ichida qabul qildi, biroq ochiqchasiga rad etdi. Biza tomonda bilasizlar, men qaysi tomonda aytayotgandim. Biza tomonda faqat 1ga 1 chiqib o'rganilgan. Biza tomonda faqat mujiklar 2ga 1 degan narsa ular xayolida yo'q. Chunki Saturn jahon miqyosidagi jangchi ekanligini o'zi ham ta'kidlab o'tdi. Men jahon miqyosiga chiqqan yigitman. O'rta Osiyoda 2025-yilda nomer 1 Medinni Baisman. Shundan so'ng Saturn ushbu postni o'z sahifasidan ham o'chirib yubordi. Qadrli do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysiz? Bu jang bo'ladimi? Agarda bo'ladigan bo'lsa, kimning qo'li baland keladi? Ishonch bilan ayta olamanki, bu jang bo'lishidan bo'lmasligi 100% aniq. Assalomu alaykum jigarlar. Xullas kalom Muhammad tepada rasmni o'zi tushundilar. Ko'pchilik meni atmetga qilib mana shu videodagi voqeaga yuboryapti videoni to'xtamasdan. Endi gapni eshitinglar. Men jahon miqyosiga chiqqan yigitman. O'rta Osiyoda 2025-yilda nomer 1 Medinni Baisman. Bilasizlar, ko'p xatolar qildim, ko'p bachkanaliklar qildim. Ana endi shularni to'xtatib, iloji boricha professionallikka harakat qilib, sportimizga, mana shu MMA sohasiga kulgi olib kelmaydigan yaxshi natija qilmoqchiman men, harakat qilmoqchiman. Endi bunaqa voqea bo'lgandan keyin meni orqaga tortadi-da bular. Orqaga tortaman, orqaga tortilishga o'rganmaganman-da. Iloji boricha dakanni oldinga harakat qilaman. Lekin bular 2ga 1 deb xuddi meni ustimga kulganday bo'lyapti-da. Biza tomonda bilasizlar, men qaysi tomonda aytayotgandim. Biza tomonda faqat 1ga 1 chiqib o'rganilgan. Biza tomonda faqat mujiklar 2ga 1 degan narsa ular xayolida yo'q. Umuman-da. Akalar, meni eshitinglar, to'g'ri tushuninglar. Biza bitta bayroq ostida biza madhiyamiz bitta yurtni farzandi bitta. Undan ko'ra bir-birimizni paddishga qilaylik, qo'llaylik, quvvatlaylik. Men yuqori natijaga chiqay, borayda boshqa chet elliklar bilan urushib, ularni urib, bayrog'imizni ko'tarib mazza qilaylik birgalikda. Tushuntira oldimmi? Mazza qilaylik birgalikda. Sizlardan shu gaplarimga e'tibor berishlaringizni xohlayman. Hamma narsani pul hal qilmaydi, aytib qo'yay. Pul haqida gap ketibdi, hamma narsani pul hal qilmaydi. G'urur, nomus puldan ustun turadi. Jigarlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Kimlarni atmetga qilishni bilasizlar? Akalar, sizlarning hurmatlaringiz men uchun cheksiz. Qo'lim ko'ksimda. Umrlaring uzoq bo'lsin. Meni gaplarimdan faqat to'g'ri xulosa chiqarasizlar degan umiddaman. 29-oktyabr Astana Xudo Qozog'iston g'alaba qozonaman-da, yurtimizni bayrog'ini chiroyli ko'tarib, g'alaba qilib, dalish davom etamiz. Qishloqda jaydar yigitlar, gazini bosinglar. Ha, aytgancha Saturnni rasmini yoki nomini, Saturn Tyson nomini, rasmini ishlatilgan videolar esa doimo rekta. Alloh izmi nomli, Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Rasmimiz, nomimiz yetadi. O'sha u videolar rekta. To'g'ri tushunasizlar. Sizlar ham shu narsaga amal qilsalaringiz, videolaringiz rekta yuradi. O'sha bu isbot. Yes, hammaga omad. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzkart va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store dan yuklab oling yoki video ostidagi havola orqali ham o'tishingiz mumkin. Tezda siz uchun yaratilgan dastur.